Kecha mana shu shitni Cobalt kelibdi, olib ketaman deb sig'diraman dedi. Voy, yoki Cobaltizdan ayrilib qolasizmi, yo'q sig'diraman dedi. Mana qaranglar. Mana shit upravleniya yig'ilyapti klientimizga. Bu 30 ta nasosga mo'ljallangan. Mana 30 ta nasos knopkasini qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqda 15 ta, imon eshikda 15 ta va mana chistotniklar qo'yilgan. Bunga datchik davleniya qo'yamiz. Datchik davleniya orqali chistotniklarni boshqaramiz. Mana datchik davleniyaga signallarni ulab chiqyapmiz. Zashitalar, hamma narsa o'rnatilyapti bunga. Agar mana shu chistotnik buzilib qolsa, bu chistotni remontga olib boramiz. Bitta nasosimizniki nimadir qilgan bo'lsa, va remontga olib boramiz, remont qilamiz, almashtiramiz. Agar mana shu avtomat ketgan bo'lsa, mana shu avtomatni olib tashlaymiz, boshqa qo'yamiz. Yoki o'sha yerdan sim ketsa, almashtiramiz, boshqa qo'yamiz. Zato butun boshli avtomat narsani olib chiqib otib yormaymiz-da.